Viloyat hokimi Adiz Boboyev Ingichka qo'rg'onidagi Kattaqo'rg'on dehqon bozori filialida olib borilayotgan rekonstruksiya ishlari bilan tanishdi. Loyiha doirasida bozor infratuzilmasi yaxshilanib, sotuvchi va xaridorlar uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Stayankasini shu joyga qilasizlarmi stayankani? Qayerda qilasizlar? Hozir mana tekislar tashladik, bu yerda stachka qilamiz, asfalt qilamiz. Yer savdosi bo'lmasligi uchun stayanka qilishingiz kerak, yo nimadir qilishingiz kerak-da, bo'lmasa mana shu yerga o'tiradi, savdo qiladi-da. Yo'q, bundan ham nimadir egalik qilish kerak, yo bir daraxt ekib, bir ko'klam qilib qo'yish kerak. Bu yerda savdo qilmasin. Hamma ayvon tagiga tozagina o'tirib savdo qilsin. Go'sht do'konga akkuratni qilib qo'yinglar, go'sht haqiqatan toza bo'lishi kerak. Odamlar kelgandan keyin albatta hojatxona bo'lsin, suv bo'lsin. Kelishdikmi? Suv bo'lishi kerak, ishlash kerak. Tartib, intizom bo'lishi kerak-da, bunday bir chiroyli bo'lishi kerak bozor bo'lgandan keyin. Viloyat rahbari aholi bilan muloqotda bo'lib, ularning murojaatlari, taklif va muammolarini tingladi. Uchrashuvda ko'tarilgan masalalarni hal etish yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Molxona qilishga joy kerak. Joy? Ha. Yaxshi. Molimiz bor, 5 ta ozman soyga turibdi. Mana domlarqasiga belayapti. Aha. Bizga qayerdandir joy bersa, molxona, xashak solishga joy qilishimiz kerak. Endi dom sharoitida ham nima qildik biz hozircha. Biz hozir aytayotgan joyimiz mana bu soyda nari tarafda Kattaqo'rg'on chegarasidan joy so'rayapmiz. Shunchaki deyapti, yengil tutda qilasizlar deyapti. Nima fundament qilib g'ishtirmaysizlar deyapti. Unga bizga qishga bo'lmaydi, yoz bilan bo'lmaydi. Bo'ldi, men o'zim alohida kelib joy topib qildim. Bitta ko'ring, nima qilsa bo'ladi? Qonuniy. Lekin qonuniy yechim kerak. Keyin 1 yildan keyin sizdan keyin kelib bitta odam bu eshigini taqalatmaslik kerak-da. Mumkin emas deb ishtirok qilmaslik kerak. Biz yosh oilamiz. Ayolim 10 yillik staji bor, tez yordamda ishlab ketgan. Men Rossiyaga chaqirganman uni vaqtinchalikka. Keyin ishdan bo'shashiga to'g'ri kelgan. Endi hozir qaytib kirgizaman desam, ko'p joyga murojaat qildik. Imkoni bo'lmadi. O'zining tartibi bor-da, hammaga bir xil. Imtihon topshiradi, o'tsa kirib ketaveradi ishga, muammo yo'q. O'zingiz lekin bekor yurmang, nimaga bekor yuribsiz? Mana korxona ochildi, korxonaga borib ishga kiring. Shuningdek, hududdagi Abdulla Qahhor mahallasida qariyb yarim asr avval qurilishi to'xtab qolgan 3 ta ko'p qavatli uy masalasi ham ko'rib chiqildi. Mutaxassislar mazkur obyektlar bugungi kunda avariya holatiga kelib qolgan va ularni qayta ta'mirlashning imkoni yo'qligini ta'kidlashdi. Buni ko'ringlar. Bu ahvolga bittasi kirishi mumkin bolalarni bilmasdan ichiga. Mana shu ahvolda yotadi, muzurxona bo'lib yotadi-da bu xullas. Uchalasini ham buzib tashlashimiz kerak bo'ladi. Keyin joyiga bir yaxshi bolalar uchun bir plashatka qilib, bolalar o'ynaydigan o'yingoh qilib qo'yamiz. Bu yerga ham kelajakda baribir uy kerak-da. Men qarshiligim yo'q. Ba'zi joylar. Qarshiligim yo'q bo'ladi. Agar talab bo'ladigan bo'lsa, ertaga avval korxona ishga tushdi, ikkinchi korxona ishga tushyapti. Ertaga endi talab ko'payishi mumkin. Xalq agar so'raydigan bo'lsa, xalq nima deydigan bo'lsa, o'shani qilish kerak, tamom. Xalqdan so'rash kerak. Arzonroq bo'lsa, biz kreditga olamiz. Bo'ldi, xalqqa kerak narsani qilib beraylik bo'ldi. Shuningdek, Usmon Nosir mahallasida tashabbusli budjet dasturi doirasida 1 milliard so'm mablag' evaziga bunyod etilib, joriy yil may oyida foydalanishga topshirilgan yangi mahalla binosi bu yerda yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. O'rganish yakunida Adiz Boboyev barcha obyektlarda olib borilayotgan ishlar sifatini oshirish loyihalarini belgilangan muddatlarda yakunlash hamda aholining farovon hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berdi. Hududni kompleks rivojlantirish va aholi manfaatlarini ta'minlash bundan buyon ham ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolishi ta'kidlandi.